30 dan oshiq loyihalar N-Factor loyihasini ichida yaralib, 27 tasi uxladi, 3 tasi tirik qoldi. Tadbirkorlarni milliard trillionga yaqin manfaatini himoya qilayotgan katta loyiha, davlat xavfsizlik xizmatigacha boradigan loyihalari qo'rqmasdan duxi yetib hal qilayotgan jamoa deb bilaman. Kelib proverkani qilib, tadbirkorni ayb qidirib, shtraf qo'ymasdan yoki pul oladigan davrlar bo'lgan. Skoriy meditsinskiy pomosh bo'lsa, mana skoriy налоговый pomosh degan narsani qilamiz. Taksi yo'q edi, taksi nomini ham Murat aka metalli Hasan akam qo'yib berganlar. O'sha MIB darajasidagi sudga chiqib undiruvga qo'yilgan bo'lgan darajadagi masalalarimizni bo'ldi. Masalangiz hal bo'ldi. Ertaga sizga SMS keladi. Hech qanaqa sizga bir tiyindan jarima yo'q. Ya'ni Utax bor, xavotir yo'q. İsmim Husan Mamasaidov, N-Factor loyihasi asoschisiman. 97-yildan beri tadbirkorlikni ichidamiz. 94-98 yil Hasan akam bilan universitetda o'qigan bo'lsak, institut 4-kursidan oilali tadbirkorligimiz boshlaganmiz. Xususiy tadbirkor Mamasaidov bo'lib, ota-onamiz 4 ta farzand. Bugungacha 28 yil bo'lgan bo'lsa, tadbirkorlik faoliyatimizga 10 dan oshiq biznes loyihalarimizni qilganmiz, balki 20 dan, balki ko'proq. Minglab, 10 minglab, balki bugungacha korxonalarimizda xodimlar ishlagan, har xil loyihalarimizda. Demak, tadbirkorlikni hamma sohasida bo'lganmiz. Ham ishlab chiqarishda, ham xizmat ko'rsatish sohasida, ham savdo sotiq sohalarida, ham o'quv ta'lim markaz sohalarida, konsultatsiya sohalarida endi tajriba bor ishlash bo'yicha. Demak, biz asoschisi sifatida, oddiy xususiy tadbirkor sifatida, rahbari sifatida, moliyachi sifatida hamma funksiyalarda bo'lganmiz. Hozir ko'proq biznesni asoschi rolidamiz. Korxonalarimiz hammasida o'zini rahbarlari qo'yilgan. Shu bilan birgalikda o'zimiz yaxshi ko'radiganimiz endi ta'lim sohasi, tajriba, bilim maktablari, mana N-Factor biznes maktablarida dars o'tib turamiz. Tadbirkorlikni balandpastlari, o'zimiz bosib o'tgan balandpastlari bo'yicha. Tadbirkorlikni endi boshlagan paytlaringizda qanday muammolarga duch kelgansiz? 97-98-yillar boshlaganimizda tadbirkorlikdagi eng katta muammosi bozorda unaqa tajriba, bilim bo'lmagan. Bugun istalgan sohaga kirsangiz, ustozlik qiladigan ilm bor. Oldin masalan bitta ilm kelib tursa, universitetda 3 yil 4 yil o'qiladi. Masalan, biz o'zimiz biznes boshqarish fakultetini bitirganimiz bilan u baribir teoriya bo'lgani, amaliyotda qanaqa bo'ladi degan bilim hozirgi kundagi masalan N-Factorga o'xshagan yoki boshqa ustozlar kelib, amaliyotchi praktik ustozlar bo'lmagan. Shuning uchun tadbirkorlar uchun bosib o'tilgan tajriba bo'lmagan, kimdir buni qil, buni qilma degan bilim bo'lmagan. Ichida kirib o'rganishga, peshona urilib, xatolar bilan o'rganishga zarurat ko'p bo'lgan. Ayniqsa, yana bitta eng boshqa tomoni soliq sohasida gapiradigan bo'lsak, soliq idorasida ishlaydigan qorovul karishogini olib kelsa qo'rqadigan zamonlar bo'lgan. Ya'ni kelib, xohlagani men soliq idorasidanman deb karishogini ko'rsatib, kerak bo'lsa haligi bir qo'poq o'tganda guruch chiqib ketadigan davrlarni biz ichida yurganmiz. Oddiy kerak bo'lsa xizmat etadigan, hashar etadigan rayon bo'ladimi, shahar bo'ladimi, respublika bo'ladimi, hammasini xizmatini qilishga kerak bo'lsa majbur bo'lgan davrlardan o'tganmiz. Faoliyatingiz davomida soliq va moliyaviy masalalarda muammolar bo'lganmi? Asa bo'lganman, bekitliman. Uchtepa tumani savdo departamenti bo'larmiz, Targ'ibotda. O'sha yerda ishlab birinchi dolani o'shalar qo'yishgan, kelib proverkani qilib, tadbirkorni ayb qidirib, birinchalik nima deydi, shtraf qo'ymasdan yoki pul oladigan davrlar bo'lgan. Hayot shunaqa bo'lgan. Ya'ni o'sha mamlakat olib kelib, sizdan ayb qidirib, endi kassaga urmasdan, ya'ni rezultat qilishga nima qilganmi, biz buni hammasini ichidan o'tganmiz. Bu soliq sohasida bo'ladimi, bu ses bo'ladimi, pajarda bo'ladimi, militsiya bo'ladimi, prokuratura bo'ladimi, hatto SMBgacha hammasi proverkasiga kirib chiqqan tadbirkorlar biz hammasini ko'rganmiz ishimizda jarayonda. Utax faoliyatiga bu yil mana 15 yil to'lar ekan. Utax bilan anchadan beri hamkorlik qilib kelasiz. Hamkorlikni boshlanish nuqtasi haqida gapirib bersangiz. Biz Murat akam bilan N-Factor loyihasini endi ochgan yillarimiz. Demak, bu 2019-yilga to'g'ri keladi. 2019-yilda N-Factor loyihasi davomida biz oldin intervyular formati qilgan bo'lsak, keyin tadbirkorlar bilan har haftada bitta ustoz, bitta mavzu, bitta tadbir formatida tadbirkorlarning muammosiga tajribasi bor amaliyotchi insonlarni taklif qilib mavzularni o'tardik va mana shu Mirobod tumanida Texnomartda Podvalniy 200 kvadrat joyda bir arendaga olib birinchi tadbirlar zalimizni qilib boshlaganimizda
Murod akam bilan tanishishimizga do'stimiz Umijon Muhamedov sabab bo'lgan. Shu insonniyamchi tadbirkorlarning eng katta og'rig'i soliq mavzusi tajribasi zo'r. Mana shu bilan tanishdi deydi. Umijon sababchi bo'lganlar. O'sha tanishib tadbirkorlarni soliq mavzusidagi muammolariga yechimni berganlar va Murod akam undan oldin soliq idoralarida butun pastidan tepasigacha ishlagan bo'lsalar, endi soliq maslahatini rivojlantirayotgan davrlari, yo'nalishlarini kelib biz izlayotgan formatlarga to'g'ri keladi. O'sha yerda ko'rishib, tanishib, haqiqiy tajriba, bilim borligini bilib, ularni bilimlariga tadbirkorlar rakursidan qaysi eshiqdan kirishlari kerakligini biz bilardik. Mana bunaqa bersangiz boshqacha bo'ladi, mana bunaqa bersangiz yoqadi tadbirkorga deb ham intervyular, ham birinchi kelsa sahnada ochiqib mana shu oddiy dars sifatida bersangiz yaxshi bo'ladi deb klient ko'zi bilan ya'ni yondashgan bo'lardik va Murod akam endi Xudo bergan bir talentlari bor. Birinchidan tajriba maktabi katta, ikkinchidan o'sha qadriyat, ya'ni oldin bir yaxshi gap aytarlar, oldin soliq idorasidan kelib bir narsa qilsak pora bo'lardi. Endi tadbirkorning muammosiga yechim sifatida ko'rsak, bu bir halol xizmat bo'ladi. O'shaning uchun biz soliq maslahatiga o'tganmiz. Tadbirkorni manfaatidan yordam beramiz. Birinchi navbatda bilimini oshirishga, ikkinchi navbatda haligi noto'g'ri bosimlar bo'ladigan bo'lsa, qonuniy chiroyli buni manfaatidan bir ularga bemalol yechim bera oladigan bilim tajribamiz bor deganda mana shu kerak tadbirkorga. Tadbirkorga xotirjamlik uchun bilim yetmaydi ba'zida. Bilim yetmaganidan qaysidir pog'onadagi soliq idorasida ishlaydigan mutaxassis bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'zini haligi maqsadda foydalanib korrupsiya aralashishiga yoki noto'g'ri ishlar bo'lishiga sabab bo'ladi deydigan ma'noda tanishganmiz. Men haligacha esimda o'tgan skoriy meditsinskiy pomosh bo'lsa, men skoriy налоговый помощь degan narsani qilamiz. Ya'ni balkim abonent xizmatini qilib, aytaylik oy $100 qilib, namaslab qo'yib, kameralar qo'yib, boshqa qilib tadbirkorlarning xizmatini qilamiz deganlarda. Yaxshi, lekin bu segmentdan ko'ra siz kattaroq masalan qiling, ularga bepulga dars beraylik, bepulga intervyular qilishga yordam qilaylik beringda. Lekin siz haligi oddiy ukol qiladigan emas, siz kelibsa kuchli kardiologsiz, kuchli onkologsiz, katta muammoli tadbirkorlar masalasini hal qilsangiz, o'tda kerak bo'lsa, qani uyimizga kapelnitsa qo'yadigan doktori xizmatiga 25 ming, 50 ming, 100 ming bersak, lekin ota-onamiz yuraklari yo onkologiya bo'lsa, 5 ming, 10 ming dollar berishga ham tayyormiz. Sizni bilimingiz kuchli onkolog ekansiz, mayda juda kapelnitsa bilan ovora bo'lmang, bularga bilim bering deydigan ma'noda tashqarida qaraganimiz, birga eslaganimiz esimda. Birinchi faktor biz klub bilan ekzekutiv safarlarimizga Maldiv orollariga, Pipi orollariga, Seyshel orollariga birga borganda mana sizni klientlaringiz, katta insonlarning muammosini hal qilsangiz, siz 100 ta klientga $100 dan xizmat qiladigan kishi bitta klientda milliardlik, 100 millionlik soliq muammosini hal qilsangiz, o'zi $10,000 shunday rozi bo'lib beradi outsource xizmatlaringizga deb o'zimizcha fikr alishgan paytlarimiz esimizda. Haligacha bir-birimizga bir yaxshi ma'noda hurmat bilan eslaymizki, biz bir-birimizdan hali bitcoinni $1 olgan do'stlarimiz. Ya'ni hech qanaqa manfaat yo'qligida bir-birimizga bir nima qilganmiz deymiz va ularni boshlayotgan biznes g'oyalariga, mana shu yutaksi loyihalariga klient ko'zida qarashga balkim qat'idir ozmi ko'pmi Hasan akam biza faktor loyihasi sababchi bo'lgan. Lekin shu bilan birgalikda aytish kerakki, bizda haligi emotsional qashshilik bor. Bir-biriga yaxshilik qilish bo'yicha har doim bir inson bir sizga kimdir yaxshilik qilsa, siz unga 2 yaxshilik qilgingiz keladi. Murod aka shu birga bir emas, birga 10 yaxshilik qilish yaxshi bo'ladigan insonlar. Aytamizki, Murod aka, sizga nima kerak bo'lsa biz bera olamiz. Hali kameralar, hali faktor 10 ta, 20 ta, 50 ta xodimlari bo'lganda, Murod aka shunaqa SMM jamoalari ham bo'lmaganda, keling, turkum ko'rsatuvlar qilaylik, soliq intervyular qilaylik, auditoriyaga sizni borligingizni yetkazaylik degan ma'noda intervyular bilan boshlaganlarimiz haligacha esimizda. Mana shu bilan ommani soliq savodxonligini oshirishga sababchi bo'laylik. Sizdagi ilmni yuzlab, minglab, 10 minglab tadbirkorlar ko'rish kerak. Fikri oshsin, u xohlasa bir kun kelib o'zi sizni tanlaydi. Siz buni qilinglar. Qilolmasanglar yutaksi xizmatinglar deydigan narsani aytsanglar, baribir sizni tanlaydi. Hali yutaksi yo'q edi. Yutaksi nomini ham Murod aka aytadilar, Hasan akam qo'yib berganlar. Naming, brending bo'yicha deydilar. Ya'ni o'shaning uchun biz aytamizki, bir-birimizga mehr berish bo'yicha Xudo bir sababchi qilgan deb o'ylayman. Menimcha Murod aka ham har doim shunaqa fikrda bo'lsa kerak, samimiy hurmat qiladilar. Bir-birimiz bilan nimadir iltimos qilsak,
haligi 100 ta klient turgan bo'lsa ham bir-birimiz iltimosimizni xuddi hozir siz vaqtingiz bo'lsa desa, balki dars bo'lsa ham "Ya Murat akamga hurmatimiz boshqacha" degandek, samimiylik hali shu har doim bir-birimizda samimiy yurakdan chiqadi bu narsa. O'z navbatda Murat akam yoki mana Utax jamoasi soliq maslahatchi sifatida Infactor'da soliq maslahatchisi. Har bitta tadbirkorga kerak shunaqa soliq maslahatchi deb bilamanda. Butun soliq bosh og'rig'imiz Utax'i bosh og'riq. Menga rayon telefon qiladimi? Shahar telefon qiladim soliq idorasi. Respublika darajasidagi muammo bormi? Aytamanki bo'ldi. Men sizni tushundim. Bizni outsource soliq maslahatchimiz bor. Men hozir aytaman, siz bilan bog'lanishadi, gaplashib olasizlar deyman. Men na rayon, na shahar, na respublika miqyosida birorta soliqchi bilan gaplashib, aka iltimos, kelishaylik, gaplashaylik demayman. Birinchi navbatda kelishaylik deydigan ishga yo'l qo'ymaymiz. Chunki Murat aka, mana shu loyihani boshlayapmiz. Davlatda solig'ini tiyin-tiyinigacha to'laydigan eng optimizatsiya yo'llarini bizga ayting. Bu yo'ldan yurishga yurmasligini ayting. Buxgalterim qiladigan provodkalarni soliq strategiyasini siz qarab bering deydi. O'quv markazimiz bo'lsa, bu yo'nalish bo'yicha yuring deydilar. Masalan, qaysidir savdo-sotiq yo'nalishi bo'lsa, bu strategiya bo'yicha yuring deydilar. Soliqni qonuniy optimizatsiya qilish mumkin bo'lsa, ular bizga maslahatini beradi. Ular bergan soliq yo'lidan yurgandan keyin qaysidir soliq idorasidagi inspektor bo'ladimi? Boshqarma boshlig'i bo'ladimi? Mana men degan bir esimda MIPga chiqqan 100 millionlik jarima ham kelganda, qarab turing, men biroz aytaman, bu masalani men aniq soliq maslahatchim bilan maslahatlashib qilganman. Ular bilan gaplashasizlar, hal qilasizlar deb, meni kerak bo'lsa o'sha MIPga chiqib ketgan 100 millionlik masalalarimni ham hozir Murat akamga aytaman deganman. Bular chiqib, yo'q, bular noto'g'ri narsa sizga berishibdi, hal qildik. O'sha MIP darajasidagi sudga chiqib undiruvga qo'yilgan bo'lgan darajadagi masalalarimizni bo'ldi, masalangiz hal bo'ldi, ertaga sizga SMS keladi, hech qanaqa sizga bir tiyin jarima yo'q, bir tiyin narsa yo'q deydigan men misolman tadbirkorlar. Shuning uchun biz haligi har doim Utax ambasadori bo'lib kelganmiz Hasan akam bilan, ya'ni ambasador katta narsada bir narsadan foydalanib, o'zingiz baraka topsangiz, sizni 100 ta reklamangizdan ko'ra sizni ambasadoringiz bitta gapi 100 ta tadbirkorga undan zo'rroq ta'sir bo'ladi. O'shaning uchun men oldlarda ham, ortlarda ham Murat akamga avvalambor rahmat aytaman. Samimiylik bor. Masalaga o'zlarining masalalaridagi yondashadilar. Yonlarida sizlarga o'xshagan professional komandani yig'a olganlar va ko'p professional komanda aynan soliq idoralarida kelib ishlab, bir kun kelib men pora olishim qadriyatimga to'g'ri kelmaydi deydigan o'sha soliq ichidagi eng zo'r bir malakali mutaxassislar jamoalariga olib, tadbirkorlarning muammosiga hal qilishga yordam berib, pulini halol xizmati bilan ola oladigan bir chiroyli yaxshi jamoani yiqqanlarni men o'zim guvohiman. O'shaning uchun soliq Utax bilan ishlab baraka topganmiz. Haligacha men biror marta xavotirim yo'qda. Ya'ni Utax bor, xavotir yo'q. Ya'ni soliqdan xavotirim yo'q. Chunki ko'p tadbirkorning qo'rquvi soliq idorasi kelib qolsa nima qilaman degan qo'rquv bor. Avvalambor qo'rqmaslik uchun 100% chekka urish kerak. Qonuniy ishlash kerak. Urmagan odam qo'rqadi-da. Shuning uchun biz milliard savdo bo'lsa ham kassaga uringlar deymiz. Farqi yo'q. Qonunan soliq to'lamaydigan yo'llar bo'lsa, xususan o'quv markazida soliq yo'q, NDS yo'q. Mana shu uring. Bo'ldi, qonuniy qilib qo'yib, chiroyli tizimini yo'lga qo'yiladi. Oxirgi mana shu 17-yildan bugun 26-yilgacha 30 dan oshiq loyihalar Infactor loyihasining ichida yaralib 27 tasi uqiladi. 3 tasi tirik qoldi. Shuncha tajribamiz bilan. Ya'ni bir yil, 2 yil, 3 yilga bormay ko'p bizneslarimiz o'chayotgan loyihalar yopilyapti. Lekin bozorda 5 yil, 10 yil, 15 yil, 20 yil, 25-30 yil yashayotgan tadbirkorlar bu demak bozorda o'zini o'rnini topgan, kimnidir muammosini hal qilayotgan tadbirkorlik kompaniyalari bo'ladi. Shuning uchun Utax nafaqat 15 yil, loyiha sifatida boshlanganiga 15 yildir. Lekin men bilamanki, Murat akam u maktab yoshidan boshlab soliqning ichida pishib, suylari shunda qotgan insonlar. Shuning uchun 15 yil bir bozorda xizmat ko'rsatish bu katta mehnat. Agar bozorda kerak bo'lmasangiz 15 yil o'tib tursin, 5 yilga ham bormaydi loyiha. Shuning uchun bu katta mehnat. Men ishonamanki, bu nafaqat 15 yil loyiha ekan. Undan tashqari Utax jamoasida ishlaydigan Murat akam boshliq jamoalarni butun stajni hisoblasa, har bittasini qo'shganda
100 yildan oshiq bo'lgan staj bor. Chunki 10 yillab, 20 yillab, 30 yillab soliq idoralarida pishgan insonlar jamoasi ishlaydi. O'shaning uchun men taksi balkim loyiha sifatida 15 yillikdir, lekin 100 yildan oshiq bo'lgan hayotiy tajriba, tijorat tajriba, ya'ni mutaxassislarning bilimidan borligini bemalol e'tirof qilsa arziydigan loyiha deb bilaman. Va buni chin yurakdan tabriklayman. Katta jamoa xizmat qilyapti va katta muammolar hal qilayotgan loyiha bu. Tadbirkorlarni milliard keluvchi trillionga yaqin manfaatini himoya qilayotgan katta loyiha. Nafaqat rayon, shahar, respublika, o'sha kelibsa davlat xavfsizlik xizmatigacha boradigan loyihalari qo'rqmasdan duxi yetib hal qilayotgan jamoa deb bilaman. Men chin yurakdan xohlayman shu loyihani umri uzoq bo'lsin. Yurtimizga hali ko'plab xizmatlar tegishini chin yurakdan xohlayman. Bu loyiha kelibsa 30 yillik, 50 yillik, 100 yilligini ham nishonlaganda shu video arxivga chiqib ketishini chin yurakdan xohlayman.